Saçima dostlar, saçima. Çok küçük hem adam yaqtirib yeydigan saçima dərskini yeni bir qatam tafsili qilib chiqarib bergan bo'lsangiz islam deb pek so'rab ketgan do'stlar. Unda o'z bugun mana ma'nodek o'xshagan saçima dərskini gram resmini o'rgatib qo'yma. Daftar qalamni olib chastaytiringlar. Hazır biz o'xshagan saçima ya'ni tush. Mushuni yasashni boshlab ketamiz. Ketarlik materiallar. Mana ma'lumlar 1,5 kilo un, bir qachoq patmaqashqa, 2 qachoq belib qo'ydim. 5 gram tuz, 5 gram sodafin do'stlar. Undan keyin bo'lib qolsa ma'lu 12 tal tuxum, do'stlar. 12 tal tuxumni avval chelib olamiz. Chaqa vaqtda mana ma'lu tuz va sodafin bilan qo'shib lakim chalamiz. Juma do'stlar. O'lchamli holatda qiyom oldiga akab bo'lamiz. Undan keyin mushu tuxumlar bilan yeyishtirib o'tamiz. Bir temimmi may, bir temimmi suv qo'yishga bo'lmaydi. Juma do'stlar. O'quvchilar mushunga qaranglamsa, mana mushunda o'lchamli holatda chep bo'lgandan keyin qanday qilamiz deganda, mushu undirimizni selib olamiz, do'stlar. Unlarni to'liq holatda selib olamiz. 1,5 kilo un. Endi navbatda mushu qo'llarim bilan lakim yug'urib olay do'stlar, qaranglar. O'lchamli holatda mushunda yeyishtirib o'tamiz. Mana bu shunda yeyishtirib o'tamiz. Xemirlar degan shunda payz chiqadi. Bekchang tashlab qilib atmaymiz va chilib yumshoq qilib qo'ymaymiz. Xemir ajoyib soz chiqadi juma do'stlar. Sop seriq holatda chiqadi. Asosiy jihatini ishlatganim yerlik tuxum ko'rdinglarmi? Mana bu shu filmni uzmay turib sizlarga mana shunda qilib berdim, ishlab berdim xemirga do'stlar. Yerlik tuxum bo'lg'achqa bu shu hech qanday xuruj, rang qatmasaqmi xemirlar ajoyib soz mo'ch chiqadi do'stlar. Xemirlar ajoyib elastiklik chiqadi ekan do'stlar juma. Mushu gang tuxum bilan yug'ilgan bo'lg'achqa qaranglar, mana qachon bo'lmishunda dast ko'tarib ketib bordi. Endi navbatda o'lchamlik ishlaymiz juma do'stlar. Jozamning ustiga ep turib ishlab olay. Mana bu shunda pek o'lchamlik holatda ishlab olamiz. Sachimaning xemirini mu ishlab ko'rdinglarmi? Mana bu shunda paqroq oldiga keldim. Endi bu o'xshashlarkim shu 15 minut, 20 minut atrofida tinadi do'stlar. Mana do'stlar xemirlarimizni tinib chestay olibdi. Unda bo'lsa zuvli suzib olaylik. Cho'qim xemirni yeyish uchun shunda o'lchamlik holatda zuvli qilib olmasak bo'lmaydi juma do'stlar. Unda bo'lganda buni zuvli qilib shu mana ma'nodek puzulamda yeyib olamiz do'stlar. Unlar bilan yeymiz juma do'stlar. Bo'lmasa mavgan tuxumda yo'g'an boshqa anabol tuqqan bo'lib oladi. Mana do'stlar shunda o'lchamlik holatda qilib oldim. Mana do'stlar shunda kangritib olgandan keyin shu holatda shu un sepilib lakin shunda yoyimiz do'stlar. Bekchang unliq qilsanglar tegib bo'lmaydi. Unsiz qilib qo'ysanglar chaplashib qoladi juma do'stlar. To'liq shu zulimizni yeyib olamiz. Mana do'stlar shunda payz qilib xemirlarimizni mana shunda yeyib oldik do'stlar. Endi navbatda qanday qilamiz deganda shu sup-sujuk mayimizni qo'yib olamiz qazinimizga do'stlar. Mana may qo'ygan vaqtda shu mayli bizning shokovjang bo'lsin va yoki bizning shu pishiriqlar bo'lsin, cho'qimdan cho'qim yeng may qo'yganlar juma do'stlar. Ma ko'ni may shalib qo'ysanglar, odam bedeniga ziyonli. Unda bo'lsa shu echibda yaqlarga mana bu xemirlarimni o'lchamli kesib olaman. Kesganga bek diqqat qilamiz. Do'stlar kesgan vaqtda shu no'g'uchimizning o'ziga to'liq holatda yo'g'ib olgandan keyin mana shunda kesimiz juma. Shunda kesak bek yaxshi. O'lchamli holatda kesalaymiz. Endi kesgan vaqtda ko'rdinglar mana shunda kesib olamiz. Bekchang tom kesilasak tegib bo'lmaydi. Shu kesganlar mangak holatda kesak bo'ladi juma do'stlar. Qizg'an maylarimizga mana bu kesibda yaqlargan cho'plarimizni selib olamiz. Sağa vaqtida mana shunda cho'yli bilan lakim aralashib sanglar bo'ladi juma. Cho'qim cho'yli tutib olinglar. Mana bu ganxo bu tuxum bilan yo'g'irgan xemir bo'lg'achqa teshib ketish ehtimolligi bek yuqori do'stlar qaranglar. Voy. Irmichikdagilar bo'lib ketdi-ku bu. Bizniki shu cho'plarimizni pishib chestay bo'lib ketdi. Unda bo'lganda maydin saqib turib shu olamiz do'stlar. Tom bulab qapti, uğulab qapti, buğulab qapti demanglar do'stlar. Yega odam haqiqiy biladi ta'mini. Shu povdasin saqandan keyin tom chiqadi. Ajoyib churuk, gurus holatda chiqadi juma do'stlar. Endi navbatda buni tayyor qilib oldik. Endi qanday qilamiz deganda shu shirinsiq ishlaymiz. Shirinlik ketarlik materiallar ko'ginonlardek do'stlar 400 gram asal, ko'ginonlardek mana 400 gramdan 500 gramgachilik shu oq shakar do'stlar. Endi navbatda buningga qanday qilamiz deganda suv do'stlar. Suvdan shu o'lchamlik holatda bir 400 gramdan shu hammasi o'xshash holat bo'lib kelsa 400 gramdan suv qaytib olsak bo'ldi juma do'stlar. Sap suv holatda ishlatamiz, bu zilay suv ishlasak bo'laverdi. Endi navbatda o'tni past o'tni echib shu to'xtamay holatda qo'chib beramiz. Chumchonglarda shu asal bilan shakar buj holatda bo'lgan qadar qo'chonglar juma. Mana ko'rdinglarmi? Bizning asallarimiz bilan shakarlarimiz shunda holatda birlashib shu buj holatda ko'pikchi. Mazg'abdagilar keyin chiqqan vaqtda mana qaranglar shunda suzilmash bo'ladi. O'tni yetib o'timiz endi mayaq tutinglar. Endi mana mavu pishirg'ularimizga aralashtiradigan mana liqqida bir piyola beyjima. Onundan keyin bir piyola alqat, ya'ni onundan keyin bir piyola xejima. Mushu materiallarni o'lchamlik holatda qanday qilamiz deganda shunga aralashtirib olamiz do'stlar. Qet-qetidan teg'idinmi shu go'zal ko'rinsin deb mana shunday qilib olamiz. Endi navbat qanday qilamiz? Mana bu shirinlarimizni mana shunda to'kaymiz. To'kab buni o'lchamlik holatda aralashtiramiz do'stlar. Night sifatlik, night o'lchamlik holatda aralashtiramiz.
tez aralashtirmasak, shu ketib oladi juma do'stlar. Qaranglar, shu qo'limda kim aralashtirib, shunda o'lchamli qilib oldim. Endi navbat qanday qilamiz shu? Mana bezib olgan, shu patnuslarimizni ham olamiz do'stlar. Patnusning ostini o'lchamli holatda bezsanglar, shu tashqi ko'rinishi ajoyib sifatli, ajoyib chiroyli chiqadi juma do'stlar. Endi buni texidan uchinroq etish uchun mana shuni do'ngroq holat qilib oldim. Pulzul bilan lakin shu ching devitimiz qaranglar mana. Mana shunda holatda chingdashga boshlaymiz do'stlar. O'lchamli holatda chingdaymiz. Ikkinchi patnusimizga buni elib olamiz. Ikkinchi patnusning ostini shu uni bir xil qilib bezidim. Juma o'xshash qilmadim. Shu ko'rkam holati chiqibdi. Qaysi sizga yaragan bo'lsa, qaysi yoqqan bo'lsa, shu holat ikkisini qilsanglar bo'ladi do'stlar. Qaranglar, mana shunda alqanlarimiz bilan chingni besib etib, buni o'xshashlarki shu puzulimizda chingni besib olamiz. Mana shunda puzuldilarki o'lchamlik besib olsak, shunda payzi qotadi. Qaranglar, mana shunda chiroyli holatda besib chingdib oldim. Qaranglar, mana shunda siliq ulab ketdi. Endi navbatda bu shu 15 minut atrofida qaytib oladi. Qaytib o'g'chilik holatda qanday qilamiz? Yana shu chaydollarimiz bilan shu cho'risini bushtimiz do'stlar. O'lchamlik holatda bushtimiz, texmi 4 jas chiqadi. Ondan keyin shu dum ko'mirsak, ishtiga qumurildiganga bek foydasi bor juma do'stlar. Unda bo'lsa 15 minutdan keyin shovgusini bir ko'rib boqaylik. Mana do'stlar, gango 10 minutdan keyin buni bir to'kab shovgusini ko'rib boqaylik. Yaqin kelib ko'rsam. Mana do'stlar, asta-asta to'kimiz juma. Asta-asta ajratmasak bo'lmaydi. Vah. Va shipay chiqibdi. Xo'asang meg'izi, ko'k kishmish, qizil kishmish, uningdagi mav oliqat degandek mana shunda yaxshi chiqdi do'stlar. Endi buni bir parchalab boqaylik do'stlar, qandayroq shovgo chiqdi. Hamlab ambalni mush taxtaning ustiga ham keyin elib olamiz. O'lchamli holatda shunda kesib olamiz. Kesgan vaqtda sizlar shaklini qanday holatda chiqarganlar kelsa, shu bo'yicha chiqarsanglar bo'ladi juma do'stlar. Qaranglar mana. Voy, cho'lib ketmagidek shunda payzi qitilirig'ini qaraymiz. Mana shunda holatda bo'ldi do'stlar. Ko'rdinglarmi? Shogirdlarim bir gap yaqinlar mushni kesmay turib lakin sizlarga bir ketkizib o'tay. Ta'mi qanday bo'libdi? Bozorda mana shunda sachimalarni yeb baqtinglarmi bir? Men yeymanmi? Mashtalan bo'libdi sizlar. Bunda bo'lganda qanday qilamiz deganda, mana shunda o'xshagan sachimalarni degansan bo'ladi ustam. Bozorlik turlaringiz degansan bo'ladi. Bundan men jan shavqov meva qatlamsam, mushu turlarni degansan bo'ladi ustam deydi. Do'stlar qanday qilamiz? Mana bu filmga yuraklarga yosh damtuvdik tashlab kelsa, qip-qizil yuragimizni bir vesib ayrimxonaga meni o'lganga borib qoldirib qo'yman sizni o'zimiz deyman.